Do'stlar, kecha kredit temasi bo'yicha video qo'ydim. 33 ming, 34 ming odam kreditni nimaga olganini hammasini yozib chiqishibdi. Keling, men sizlarga u kreditni qanaqa qilib yo'qotish sirini o'rgataman. Chunki qattan bilasan desalar, hozir video davomida men u gapga javob aytaman sizlarga. Xullas, kreditni yo'qotishning bitta siri, har doim Xudodan so'ranglar. Xudodan so'rasalaring yaxshi, hammasi yaxshiligiga bo'layotgan bo'ladi o'zi aslida. Keyin birinchi bo'lib maqsad qo'yinglar. Bitta biznes boshlashda bas, birinchi bo'lib ash kreditni yo'qotishni qo'yinglar maqsad qilib. Birinchi bo'lib o'sha kreditni yo'qotishni maqsad qo'ysalaring, u tezlashadi, kreditlaring tezroq uziladi. Uzilgandan keyin sizlar keyin boshqa biznes qilsalaring yoki boshqa ish qilsalaring bo'ladi. Hozir men bitta narsani aytib bersam, krediti borlar o'sha narsani tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi, chuvstut qilsa bo'ladi. Qanaqa krediti borlar xuddi shunaqa narsaga o'xshaydiki, xuddi qamoqqa qamab qo'ygandek bo'ladi. Qamoqda xuddi o'tirgandek bo'ladi. Chunki nimaga? Har oy qanaqadir kimgadir har doim pul berish kerak, har doim ishlayotgani u uchun xuddi ishlayotgandek bo'ladi. U joydan chiqib ketish uchun birinchi bo'lib kredit uzinglar. Chunki xuddi shu narsa meni o'zim boshimdan o'tgan. Koreyada 100 ming dollardan oshiq xullas kredit olganman, olib qo'yganman. Shunaqalik boshqa narsa shu. Olib qo'yganman. U kredit to'g'risi shunaqa hayotim o'tganki, har bir kunim qamoqda o'tayotgandek, men ular uchun ishlayotgandek bo'layotgandek bo'lgan. O'shaning uchun men birinchi bitta maqsad qo'yganman, deganman, birinchi bo'lib kreditni uzay deganman. O'shandan keyin kreditni ishonasizlarmi 100 ming dollarni menimcha bir 3 oy ichida uzganman. Xudo shunaqa bergan. 3 oy ichida o'sha kreditni uzib tashlaganman. Uzib tashlaganimdan keyin ishlarim oldiga yurishni boshlagan. Sizlarga maslahatim, birovdan so'ramanglar. Hamma menga so'rab yozibdi, yordam bering, u qiling, bu qiling deb yozibdi. Men chunki hammaga yordam bera olmayman, chunki men bitta o'zimman. O'shaning sizlar Xudodan so'ranglar, Xudo hammaga omadini bersin, barakasini bersin, tezroq kreditni uzsalaring, Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Duo qilib bu videoni krediti bor do'stingizga jo'natib, like bosib qo'yinglar. Rahmat.